boshida o'shanda 21-22 ham dedi bir kunlarda. Saxringiz zo'r. Hozirgi holat yaxshi ancha. Olsa ichib ko'rsa salomat bo'lsin. Ilohani tanqaharga gaplaringizni gaplab Yaxshi. Bo'laka. Ya, rahmat. Ha, qo'shnisilar, yaxshi. Mansur aka qancha bo'lgan endi bu qandli debedingizga? Qanda debet boshlanganiga 2014-yil boshlangan. 11 yil bo'lyapti. 11 yildan beri. Birinchi qandli debet bo'lganida qayerga borgansiz, murojaat qilgan? Uni manisaga tushganimda kasalxonada ishda aniqlangan. Sag'ringiz yuqori shunda chiqqan. Keyin bir har haftada lecheniya qildim. Har 6 oyda lecheniya qilyapman. Har 6 oyda borib lecheniya qilib keladi. Ha, qo'ygandim. Keyin bu 2024-yilda noyabrda. 2024-yilda, ha. Keyin nimada o'qib turib, keyin qatnashadim. O'zingiz ko'rdingizmi yo bolalarmi? O'zim ko'rdim. O'zingiz ko'rdingiz, ha? O'zim tashladim, o'shanda keyin 3 pachka berishdi. Birinchi ichganingizda qanchalik darajada ishonib oldingiz? Endi o'sha ko'rib, o'qib ishonchdan oldim. Lekin duo bo'lar ekan. Deb oldingiz, ha? Ilariga odam ishonmasangiz boshqa qilmaysiz-ku. Yo, ba'zida bo'ladi-da, ishonch bilan olishda. Ko'p ko'rdi, har nimada kunda 2-3 kilo deb kechalarda yurib o'zim menga ketib ketdi. Doridan. Ha, olti shu yerda bo'lsam, lecheniyaga boraman, kunda shunday lecheniya olib kelaverdim. Endi lecheniya qilib bo'lash, kelasiz, yana bo'ldi. Eng baland necha chiqdi? Endi boshida o'shanda 21-22 ham dedi bir kunlarda, o'rtada bir nog'osida. Hozir 17 yurdi. Endi hozir kecha o'lchab ko'rdim bu. O'zimlar qilaman. Hozir 17 kecha surishdi. 20-21da? 20-21da hozir endi 60 ta nima ichganimda. Buni dori ham ichmanda yaxshi yurdim-da, endi o'zimni bilib yuribman. Odam bilasiz o'zingizni, qanday Chip tugadi. Tugab qoldi, o'zada endi oldim, 10 kun oldim. Ha, endi sal yaxshi emas, biroq yana og'iz qurib nima boshlanib qoldi. Keyin dori ichmamda, keyin yana telefon qildim-da, aytdim, shunaqa endi yana o'qisa umid ekan deb. Keyin alimardon jo'natlardi keyin. Ichganingizdan keyin o'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi organizmingizda? O'zimni yengil yuraman endi. Undan oldin nima emas? Yara jiddiy yursam hali nafas etmoqchi. Hali charchab qolardi. Qolib jiddiy yurib, o'tirib, bir bo'lsa hali yurak siqilib, hali endi o'sha bo'lardi. O'zimga ammo yaxshi yuribdi. Shunga ishlab darrov keyin yana qancha bilan qoldim aytdim. Buni aytib, "Bu ichib yursangiz basa qilyapsiz" deganlar. Kechqurun tayyorlab qo'yadi, ertadan tayyor, ertasi kunduzi. Chunki ro'za deganda ertalab kechqurun chekdim endi. Shu yoqqan uchun sirayim aytdim, yana jo'natinglar dedim, keyin 5 pechka tezdirib yana. Ro'zalarni qanaqa tuta olasizmi? Ha, ro'za. Tutalasizmi? Ha, tutib qo'ydim. Lajni. Saxringiz zo'r. Hozirgi holat yaxshi ancha. Уже 7-8 ga tushib qolgan saxringiz. Ben o'zimga bilmadim. Balki chunki bo'lsa asab buzilib qolib og'iz qurish bor. Hozir 7 da saxringiz. Ancha yaxshi. Suv ichgandan keyin yaxshi yuribdi. Nima aytaman? Jonlicha yaxshi. Yaxshi. O'zingiz yaxshi his qilasizmi axir? Davleniyingiz qanaqa? Do'lini normal hozir. Yaxshimi? Ilgari do'lini moshardi. Do'lini o'qilib, nimaga olib ekib yurardim. Do'lini shundan bilmayman. 120 ga 80 normal yuradi hozir. Yaxshi. Hozir 7 chiqdi saxringiz, ancha yaxshi. Yaxshi ekan. Tetingsiz. Hozir o'zingiz yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz zo'r. Nima deya olasiz o'zingiz tengdoshlaringiz? Bu qayerga kiradi? Rayoninglar? Besharif. Besharif tumaniga kiradi. O'zingiz rayonimizdagi odamlarga nima deya olasiz? Nima deyardim? Bitta bizdan odam oldin ishonish kerak ekan, chekkan narsasiga. Shifo so'rasa shifo berar ekan deydi. Bog'lasa olsin, ichib ko'rsin, salomat bo'lsin narsa. Sizga foydasi tekkan bo'lsa, bizdan xursandmiz. Avvalo Xudo. Xudo, iya. Sababchisi
biz bo'lib qolgan bo'lsak xursandmiz. Ishda davom eting, to'xtatmang. Xudo xolasa yana xabarlashamiz. Siyafur ichardim, har xil tabiat ichardim. O'zgalar birda saqib ichardim. Hozir o'sha oktyabrda man umidvor ekan. oktyabrdan keyin umuman ichmay qo'ydim. Yaxshi. Uch yil bo'lsa, 5 oydan umidvor ishlaganmiz. Yaxshi, rahmat. Agar foydasi tekkan bo'lsa sizga, hozir sashlaringiz, holatingiz ham yaxshi ekan, oldinga qaraganda. Sahrlaringiz mana 7 ga tushibdi. Ro'zamiz hozir? Ro'zada shu 7 ga tushgan. Ya'ni ovqatdan keyin bir o'lchasangiz, ko'rasiz qanday chiqar ekan. Hop. Ilohimning tanlari asosida sizlar qo'yib qadamlaringiz mana shu qo'shimga shifo bersin, dardlaringiz.